Bugungi havoni inobatga olgan holda ertalab qizim bilan ozgina toza havoda nafas olaylik deb chiqib, orasida magazinga kirib, qizim o'ziga kerakli narsalarni tanlab olgan paytda men ham o'zimga mayda chudalarimni olib, deski plashadkaga yo'l oldik. U yerda qarasak, bitta kichkina qizcha o'ynayapti ekan. Taxminan dunyo bilan yoshi teng. Sekin Ezoza bilan ikkalasi tanishib olib, ozgina u yoq bu yoq qilib, ammo baribir bir-birisiga to'g'ri kelmagan holda ajralib ketdi ikkalasi ham. Lekin u qizcha ham qizimga o'xshab yuvoshgina uyalchang ekan. O'shaning uchun sekin masofa saqlagan holda o'ynadilar. No atak yaxshi. Keyin u yerdan chiqib yana magazinga borib, qizim o'ziga morojniy, men esa uyga kerakli narsalarni olib, sekin plashadkaga borib, yana ozgina morojniylarimizni yeb o'tirib, sekin uyimizga ketdik. Shu tariqa bugungi kunimiz tugadi.